Assalomu alaykum, mana aziz qirolijalarim, mana go'zal qizlarim. Mani doimo sadoqatli kuzatib, bir necha oylar davomida ham videolarimni kutadigan, mana doimo nimadir yangilik kutadigan go'zal, dilbar, lobar qizlarim, barchangizga xayrli kunlar tilayman va men YouTube'ni juda ham yaxshi ko'raman. Nimaga? Chunki bu yerda sizlar bilan o'zimni energiyam, o'zimni tajribalarim, bilimlarimni yana ham kengroq formatda, yana ham chuqurroq berishga imkoniyat bor. Bugun sizlar bilan qanaqa qilib qobiliyatingizni aniqlab, o'zligingizni topish orqali birinchi zapuskalaringizni, birinchi sotuvlaringizni, umuman qanaqadir sohada bo'lsa ham birinchi natijangizni qilishni gaplashamiz. Va sizlar uchun bu mavzu qanchalik aktual? Izohlarda qoldiring. Qancha vaqtdan beri qiynalyapsiz? Qancha vaqtdan beri nima qilsam ekan? O'zimni qanaqa namoyon qilsam ekan? Qanaqa qilsam nima bo'lar ekan? Qanaqa qilsam pul topar ekanman? Qanaqa qilsam sevimli kasbimni topar ekanman degan savol sizlarni qanchadan beri qiynayapti? Izohlarda qoldiring. Men esa bugun shu savollaringizga sizga javob beraman. Men yaqinda bir narsani bildimda, ba'zan biz o'zimizda bor narsalarni ko'ra olmaymiz. Masalan, qo'limiz bor, biz har kuni qo'limiz bilan qanaqadir ishlarni qilamiz. Oyog'imiz bor, Allohga shukr, oyog'imizda yuramiz, ko'zlarimiz bilan ko'ramiz, tilimiz bilan, zabonimiz bilan gapiramiz va как будто shunaqa tuyuladiki, bu narsalar hammada bor-ku. Bu narsani nima o'zgacha tarafi bor? Bu narsada o'zgachalik yo'q. Bu narsa standartniy. Bu narsa в порядке вещи, normal holatdek. Lekin aslida azizlarim, hammada ham mana shu narsa yo'q, afsuski. Va biz bor narsamizni qadrlab, maksimal darajada samarali, effektivni u narsadan foydalanishni o'rganganimizdagina bizda zo'r natijalar bo'ladi. Masalan, men rus, ingliz tillarini zo'r bilaman, va men 5-sinfimdan hozir masalan men 30 ga kirgan bo'lsam, 5-sinfimda necha yosh bo'laman? 11 yoshimdan beri men ingliz tilini o'rganaman. Rus bog'chaga 5 yoshimdan 5 emas, o'sha 4 yoshimdan beri borganman. Ya'ni umrim davomida bu tillar menga xuddi qo'lim va oyog'imdek tabiiy meni hamkorlarim. Men buni o'rganish uchun qanaqadir to'g'ri repetitorlarga ham borganman, lekin 1 yil, 2 yil, 6 oyda emas, men umrim davomida bu narsani odatga aylantirganman. Lekin afsuski, nimagadir doim nimadir proyekt qilsam, o'zbek tilida o'qitadigan proyektlar qilsam, nimagadir B2B proyektlarni yoki xizmat ko'rsatishda chet tilini ishlatishim mumkin-ku, lekin o'rgatishda faqat o'zbek tilida o'rgata qolay derdim. Va bugun mana birinchi ingliz tilidagi videomni yozdim. Birinchi rus tilidagi videomni yozdim. Test qilib ko'rdim. Biz ko'pincha mana shunaqa tarzda o'zimizda bor qobiliyatni ko'rishni bilmaymiz. Meni doim televideniyada ishlaganman, jurnalistika bo'lib ishlaganman, aytishardi, nutqing chiroyli, bittada chiroyli qilib yetkazib bera olasan ma'lumotlarni. Bu narsa menda bor, lekin bu narsani ham как будто bu hammada bor, bu tam особый hech narsa emas deb o'ylardim-da. Lekin aslida azizlar, siz особый hech narsa emas, o'zgachaligim yo'q, u deb o'tirganinglarda, o'sha narsa aynan sizni fishkangiz bo'ladi. Aynan shu narsa sizni millionlarga, milliardlarga olib chiqadigan kuchli tarafingiz bo'lishi mumkin. Aynan shu narsa sizni boshqalardan o'zgacha qilib turadigan, boshqalardan ajratib turadigan kuchli tarafingiz bo'lishi mumkin. Hoziroq mana sizga amaliy praktika. O'tiring, yozing, eng kuchli 100 ta tarafingizni yozing. Ulardan 10 ta eng kuchli pul keltiradigan taraflarni yozing. 10 tadan 3 ta sota olishingiz mumkin bo'lganlarni yozing. 3 tadan bittasini bir oy davomida test qilib o'sha orzungizni maqsadga aylantirib, maqsadingizni materiyaga joriy qilishni o'rganing. Materiya nima degani? Masalan, bizda 1000 ta xayol bo'lishi mumkin-da, bir kunda bizda minglab xayollar o'tadi. Lekin agar biz ularni realizatsiya qilmasak, ya'ni-da, например, sizda bir kunda xayol o'tdi, men turmushga chiqishim kerak, ozishim kerak, farzandli bo'lishim kerak, millioner bo'lishim kerak, dollaroviy millioner bo'lishim kerak, kompaniyam qurishim kerak, biznes ochishim kerak, xodimlarimni ko'paytirishim kerak, shotimda pullarni ko'paytirishim kerak, hamkorlar topishim kerak, shaxsiy brendim ustida ishlashim kerak, mashhur bo'lishim kerak, zo'r premium mijozlar bilan ishlashim kerak. Yana bir qadar shunga o'xshagan fikrlar.
Siz albattaki hammasini bir kunda, bir oyda, даже bir yilda ham balki, bir yilda realizatsiya qilsa bo'ladi. Bir kunda bitta hammasiga ulgura olmaysiz, to'g'rimi? Va sizda shunaqa narsa bo'ladiki, fikrlar chalkashligi. Fikrlar chalkashligi sizni vaqtingizni o'g'irlaydi. Fikrlar chalkashligi sizni energiyangizni o'g'irlaydi. Va fikrligicha xayolda qolib ketsa, fikrligicha yerlashtirilib insonlarga taqdim etilmasa, mana men oxirgi paytlar shunaqa narsani o'zimda his qildimki, bilimlarimni ulashgim kelishini. Farqi yo'q, bu pullimi, bepulmi? Mana bepul bitta odamga gapirib o'tirish yoqmaydi. Chunki hammani besplatniy bepul sovetlarni, bepul maslahatlarni berishinglarni sizlarga ham tavsiya qilmayman. Lekin YouTube bu meni отдаванием, bu meni sizlarga berishim. Bu meni даже bilimim ehsondagi gap. Man bilimlarimni sizlarga bo'lishsam, men yengil bo'laman. Alloh menga yana beradi. Men sizlarga manbaman, shunchaki Alloh menga bergan bilimlarni yetkazib beruvchi vositaman. Ko'pchilik mana shu bilimlarni, mana shu resurslarni, mana shu tajribani, mana shu energiyani ichida saqlab, keyin kasal bo'lib qoladi. Bermaydi insonlarga. Siz zo'r bo'lishni xohlasangiz, siz insonlarga nima deydi? insonlardan foyda olishni xohlasangiz, birinchi o'rinda insonlarga foyda berishni o'rganing. Insonlar har doim nimadir bilan qadrli bo'ladi. Siz hech qachon o'zingizni qadrsizlamang. Qadrsizlab, men hech narsa qila olmayman, menda yo'q degan taqdiringlarda ham kamida sizlarda 10 ta bilimlaringiz, 10 ta qobiliyatingiz, 10 ta xizmatingiz, 10 ta qila oladigan ishlaringiz bo'lishi mumkin. Lekin yagona o'zimizni qadrsizlaydigan inson afsuski o'zimizmiz. O'zimizdan qadrsizlaganimizdan keyin turmush o'rtog'ingiz, sevgan insoningiz, ota-onangiz, hamkorlaringiz hamma sizni qadrsizlashga o'tadi. Nimaga? Chunki siz o'zingiz bilan shunaqa yo'l tutdingiz. Chunki siz o'zingizni qadrsizladingiz. Tabiiyki, o'zini o'zi qadrsizlagan odamni, o'zini o'zi yaxshi ko'rmagan odamni, o'zini o'zi mehnatini narxini bilmagan odamni boshqalar ham qadrlamaydi. Shuning uchun men sizlarga bitta narsani tavsiya qilaman. Hamma narsa samootsенка. O'zingizni qadringizni bilish, samootsенка, o'zingizni qadringizni bilish bu dunyoga bera oladigan eng kuchli taraflaringizni anglaganingizdan keyin boshlanadi. Siz aytishingiz mumkin, men вообще superman, men вообще zo'rman, lekin bu havo informatsiya bo'lib qoladi. Agar siz o'zingizni ongingizda nimalar qila olishingiz mumkinligini, nimalar qilsangiz maza qilishingizni, nima qadriyatlar bilan insonlarni hayotini o'zgartira olishingiz mumkinligini birinchi galda o'zingiz uchun bilib olganingizda, sizda ongli ravishda samootsенка paydo bo'ladi. Siz ongli ravishda insonlarga faktlarga asoslangan holda narxingizni, qadringizni ko'rsatib berishni o'rganasiz. Shuning uchun men sotuvlar qirolichasi degan kursimda ham juda ham ko'p yuzlab qizlar o'qiganda aytishgan. Birinchi eng ключевой xususiyati, asosiy xususiyati bu gavhar qadrimizni bilishni o'rgandik. Avtomatik tarzda har bitta biznes bu o'zini biznesini egasini nima deydi, отраженияsi, aksi. Siz o'zingizni qadringizni bilganingizdan keyin insonlar ham sizga boshqacha отношение qilishni boshlaydi. Kimdir sizga bepul nimadir o'tib bering desa, yugurib boravermasdan Извините, bir soatimni narxi menimcha, bitta konsultatsiyamni narxi menimcha, bitta xizmatimni narxi menimcha, bir oylik xizmatimni narxi menimcha degan narsani birinchi o'rinda o'zingizga четко aniqlab olishingiz kerak. Shunda hech qanaqa o'zingizni qadrsizlashga, narxingizni tushirishga, insonlarning oldida bahoingizni pasaytirishga sizni haqqingiz bo'lmaydi birinchi o'rinda. Boshqa insonlar ham sizga xuddi shunaqa отношение qiladi va именно qirolichalar qanaqa yo'l tutadi? Qirolichalar hech qachon bu keyingi videoda aytaman sizlarga qanaqa qilib xotirjam qalbga ega bo'lish va shu orqali ko'plab resurslarni o'zingizga tortish haqida. Hozir qisqacha aytib o'tib ketaman. Qirolichalar hech qachon o'ziga yomonroq narsani bo'laveradi. Nima deydi? Menga shu ham bo'ladi degan pozitsiyada ishlamaydi, degan pozitsiyada yashamaydi, degan pozitsiyada xayol ham surmaydi. Ularning xayoliga ham kelmaydi o'zini qadrsizlagan insonning yonida qolish, o'zini qadrsizlagan komandada ishlash, o'zini qadrsizlagan mijozlar bilan ishlash. Aynan shuning uchun men sotuvlar qirolichasi deb nomlagan
kursni qo'yganman, bejizga emas. Chunki sotuv, o'zingizni bu hayotga taqdim eta olish, bu hayotda insonlarga o'zingizni taqdim eta olishingiz birinchi o'rinda energiyangiz, samootsyenkangiz, o'zingizga bo'lgan ishonchingiz va ichki travmalaringiz, ichki bloklaringiz bilan qanchalik chuqur ishlaganingizga bog'liq. Shuning uchun men har biringlarga xohlardimki, qadringizni anglashni birinchi o'rinda o'rganishni. Buning uchun esa professional jihatdan, shaxs jihatdan qanaqa xususiyatlarga ega ekaningizni yaxshilab yozib chiqishni. Sizlarni yaxshi ko'raman. Keyingi efirlarda, keyingi videolarda ko'rishguncha, agar Gavharchik, men sizni kursingizda o'qigim kelyapti, mana sizdagi sotuvlar qirolichasi bo'lgim kelyapti desanglar, quyidagi anketani to'ldiringlar. Menejerlarimiz sizga to'liq aloqaga chiqishadi va sotuvlar qirolichasi marafonimiz, kurslarimiz yaqinda boshlanadi. O'sha yerda qatnashib, bir hafta davomida yana ham o'z ustida ishlab, meni energiyamdan bir qator minglab pozitivkalar, optimistkalarni jamoasida o'zingizni ham hayotingizni, xayollaringizni transformatsiya qilish imkoniyatiga ega bo'ladi. Sizlarni yaxshi ko'raman. Keyingi efirlarda ko'rishguncha, bu video yoqqan bo'lsa, iltimos, juda ham kanalimni 100 mingta qilishni xohlamayman. Dugonalaringizga bu videoni jo'natinglar, izohlarda yozinglar. Bu energiya obmen bo'ladi, energiya almashinuv bo'ladi va like bosinglar. Sizlarni juda ham yaxshi ko'raman. Sizlarni Gavharinglar. Xayr!